Trekkerimiz. Chinchi yil? 2025. 25 mi? Ya maşallah. Yangi-ku bu. Ha? Yangi-ku. Yangi 29 ming yurgan. Benzin ha? Propan. Propan o'rnagan. Tayyor. Evkol kovriklari. Qaygacha? To'migacha shumka bo'lgan. Maşallah. Kraskasi top-toza bo'lsa kerak. Kraskasi top. Yurgani qancha dedingiz? 29. 29 ming. Bu Xitoy borga emas ha? O'zimizniki Redline ha? Original Redline. Propan gazlari bor. Nomer to'qilgan ha? Qaysi mashinasi bu? Shaharga 3 nomerlar bilan general beradi. 3 mi? Ya maşallah. 3 ekan. 666 nomerlari bilan generalni chiqadi, xudo xolasa. Bosib o'rsangiz bo'ladi. Tomlargacha shumka bo'lgan ekan. Top qilib qo'yishibdi. Nihoyatda chiroyli ha? Ochildimi? Hop, mayli, propanlarni ko'rsatmay qo'yarim. Tonirovka ruxsatlari bor-a? Tonirovka 3 oy ruxsati bor. 3 oy qolgan xolosmi? Ha. Pulini nechpa? Pulini mana menga 8 ming aytadi. Bu 8 ming aytmang. 600. Hop, necha pul savdo bo'ldi? Endi birinchi hafta yangi mashina. Hali savdo bo'lmadi. Mo'ljal necha pul? Galashi. 17.600 mi? Oxiri magazin narxini aytma, salon emas-ku bu. Ha, salon 23 ming. Bebozor-ku. 23 ming demir. Yo'q. O'yitdi bilan telefon qilasiz, o'zingiz gaplashasiz pulsiz. Ha? 17 ming bilan telefon qiling, 17.600 dollar deyapti oxiri. U yog'ini pulisini o'zingiz gaplashasiz. Nomeringizni ko'taylik. 97 lik. 97lik 218 218 22 42 22 22. Qorasi. Qorasi Sizdanmi? 25. 25. Buchi? Premier Plus Redline qilib qo'yilgan. 19 ming yurgan. Bu shumka bo'lmas ekan, ha? Yo'q. Buni podnoshkasi, kovrigi bor, RS abilistovka, 3 oy tonirovka ruxsatnomasi bor. Yurgani qancha? 19 ming. Premier Plus Redline qilib qo'yilgan. Bu benzin, ha? Ha, bu benzin. Benzinga yarasha puli ham, ha? Bu ham general chiqadi, ha? Yo'q, bu aforment. Bu aformentmi? Puli necha pul? Buni 17.600 dan buni ham tushib beramiz. Xohlasa qora, xohlasa oq. Ha. Lekin men bosib o'radigan bo'lsam, buni bosib o'rardim. Ha. To'g'rimi? Tayyor. Bu tayyor-da. Rasxod yo'q. Mana shunaqa. Bunga ham o'yitdi bilan telefon qilishadimi? Qilishaysan, gaplashamiz. 17 ming dollar bilan telefon qiling. U yog'ini o'zingiz plusini gaplashasiz. 97lik 218 22 22. Ukamiz bozoringiz bersin. Mana shu oyoq. Kimdan aka bu? Egalari yo'q ekanmi buni? Jonivor ekan ko'zi ham, ha? Sizlardanmi bu? Egasi yo'q ekan. Egasi yo'q bo'lsa nima qilamiz? Majburlab qo'yib bo'lmaydi. Hali nima? Cheri kimdan ekan? Egalari qayda yuradi bular? Sizdanmi? Chinchi yil? 23-78 yurmagan. So'msiz, qazaqlash. Toshkentning mashinasi keyin chiqadimi? Yo'q, faqat Aformentga. Benzin holatimi? 65 lik tabletga toza bola. 4 ta bolalari yaxshi. Birini pulimga oldilar, ha, kapot, to'g'rimi? Yurgani qancha dedingiz? 78 ming. Kraskasi toza. Ha? Bagaj. Orqa bagajda 100 aka bor, ha? Hop. Cheri 7 Tigo Pro, ha? 7 Pro, ha? Eng full, ha? Bagajlari urishnoy ekan, ha, buni? O'zi ko'taradimi? Hamma ko'tarib yubordimi? 65 lik propanlarni ham qo'yib qo'yishibdi. O'zi yopadi, ha? Puli nechi pul? Buni OKVda 8.5 ming ayttiribmiz. Hop, nechi pul savdo qilishdi? So'rab turishibdi, baho qilish. Baho qilishmadi. Dadil. Nechi pul bilan telefon qilasiz? 17.900 ga bo'lsa. Oxiri 17.5 bilan telefon qiladi, u yo'g'ini o'zingiz gaplashasiz. O'shaydi, o'tmi. Men 17.5 mingga bering demayapman. 17.5 bilan telefon qiladi, u yo'g'ini o'zingiz pulus bilan gaplashasiz. Bu janavar salonda ham 300-millionlikda bu, 329 millionmi? 329 millionmi turadi-da. Qarang, salkam 30 ming dollarlik mashina 18 ming dollarga tushib qolibdi. Shunaqa davrga ham keldik. Nomeringizni kiritaylik.
94 302 01. 01 telefon qiling. Sharti oformit kerak. K5 mi, 8 mi? Savdo dunyosi. Bu kimdan ekan bu? Sizdan? Reklama qo'yaralım. K8 mi yo 5 mi? 5 ha? Yil nechinchi yil? 25 19 ming yurgan. Kraskasi top-tozami? Shumkalari bo'lganmi? Yo'q, shumkasi bo'lmagan. Shumka bo'lgan. So'ms Namangani boshlasimi? Keyin chiqadimi? Oformit ha? Balli tizim o'tgandan keyin oformit bo'lib qoldimi? Salonlarning holatlari. Bu nechinchi pozitsiya bu? K5 chi? 5-chi pozitsiyasi. 5-chi pozitsiya. Bundan keyin pozitsiyasi ham bor ha? 173 million. Salonda 473 millionligi. Sizda nechi pul? 27 ming. 27 ming. Baho qilishdim. So'rab turishmoq. Nechi pul qilishdi? Har xil bor. Misollarga siz dadil yopishganini aytsangiz, undan o'tsa ko'rsatganlar bosaveradi. 6,5 ga beramiz. Oxiriga 26 bilan ham gaplashsa bo'lmaydimi? Magazin narxi 26 yarim ekanda. 26500 dollar deyaptilar. U yog'ini o'zingiz gaplashsangiz bo'ladi. Bu benzin holat ha? Benzin holatda. Oformitga qilinadi. 1.5 turbina ekan. 2025 dedingizmi? 2025-yil bosaveradigan joyi, lekin nihoyatda chiroyli. Oxiri 26500 dollar. U yog'ini o'zingiz gaplashasiz. Nomeringizni kiritaylik. 90lik 551 77 55. Bozoringiz bersin. Mana bu sizdan? Sarentoni qo'yaylik. Sizdan bu? Yilinchi bu? 24. Skorslar ham shaybali ekan. Kraskasi tozami? Fulidan toza. So'msiz? Paysasiz deydi buni? Eng fulimi? Oxirgi paysasi ekan. Archa bolalarni qo'yib qo'yishdi. Nihoyatda chiroyli. Bu 7 kishilik a? 7 kishilik. Qarang, rosa bosaveradigan joyida jonivor skorslar shaybalik. Sedenalar isiydi. Isiydi, sovuydimi? Faqat olda, orqasi isimaydi. Joningdan deydiganda, qarang. Rosa ishqozman o'zim ham. Panorama tomlari bor. Nihoyatda chiroyli. Kraskalar top-toza, ha? Top-toza, qimmat diska bolalar. Bu o'ziniki emas, u boshqa qo'yilganmi? Boshqa qo'yilgan, ha? Janavar diskasi ham 1000 dollar, 2000 dollar tursa kerak, ha? Pulini nechi pul? 46 ming dollar deyapsiz. Bu salonni nechi pul turadi bu? 716 ming. 716 million, 60 ming dollar turadi. 59 ming, 60 ming. 60 ming dollar, 46 ming. Baho qilishdim. So'rab turishdi. Nechi pul qilishdi? Har qanday endi? Ne sir bo'lmasa? 45 yarim. 45 yarimga bermadingiz. Dadil yopishdim 45 yarim. O'tsa beramizmi? O'tsa beramiz. Keyin chiqadi, general chiqadi, Namangani boshlasa, o'zingiz nomingizda. 45 yarim ming dollarga berishmagan, 45500 dollardan o'tsa, u yog'ini o'zingiz plyus-minusini gaplashsangiz bo'ladi. Nihoyatda chiroyli 7 kishilik Kia Sorento oxirgi paysasiz. Nomeringizni kiritaylik. 99lik 251 50 00. Hoji aka, ekaningizga tirsilatib qo'yasiz. Bosavering. Keyin bozoringiz bersin. Shkoda siznikimi? Reklama qo'yarami? Shkoda Kodiaq. Joningdan 21 93 ming. Kraskasi top-toza, ha? 4 ta bolalarning holati zo'r, tonirovkalari bor. Bu 7 kishilik ha bu ham? 7 kishilik narsa bo'ladi. 7 kishilik, maşallah. Rosa yumshoq deydi, haydamaganmiz, lekin o'ta yumshoq deydi, ha shuni. Menga odam boshqa mashina o'tirgisi ham. Nihoyatda chiroyli qarang. Yurgani qancha? 93 ming. 21-yil, kraskalari top-toza. Hop, ko'riklari bor. Hamma narsasi ishlab turibdi. Sedenalar isiydigani bu? Isiydi. Sovmaydi, isiydi faqat, ha? Joningdan. Motor nechi deydi buni? Turbo bo'lmaydi bular. Yo'q, bu anaqa sportli rejimda. Ha, sport. Turbo bo'lmaydi. Puli nechi pul? 21 ming. 21 ming, maşallah. Beraman, xudo xolasa. Salonda nechi pul turadi bu mashina? O'qib o'zi 21 da kelgan xolos. Ha, 21 da kelgan xolos. Hozirgi narxini bilmaysiz. Realni. O'zimizda yo'q, yangi tipika versiyalar yo'q. Xo'p, nechi pul savdo qilishdi? O'qib bo'lib turibdi, har xil so'rab. Nechi pul qilishdi? Endi 20 ham so'rab turishibdi, 20 da balabon so'rashdi. 20 dadil so'radim.
Ha, so'rab. 20 dan o'tsa beramizmi? Xudo xolasa. 20 ming dollar dadil so'ragan bo'lsa, 20 dan o'tsa, kimgadir ma'qul kelsa, bitiramiz, ha? Nomeringizni ko'taring. 600 ga beramiz. 20 ming 600 berasiz. Yo, 20 ming bilan telefon qilsin, u yog'ini o'zingiz gaplashasiz. Plyus bilan, ha? Qo'shadi. Xudo xolasa. Qo'shadi. Misol haligi u yog'ini aytyapman-ku, o'zingiz gaplashasiz. Nomeringizni ko'taring. Hop, 77 lik. 77 lik 007 20 26. 007 20 26. 21 ming, 20 ming 5600 dollarga beraman deyaptilar. Siz uchun 20 ming bilan telefon qiling deb talashib, tortishib, qo'llarini ushlab baraka ham qilyapmiz. Lekin kimga nasib qiladi? Alloh bilguvchi. Xudoingiz bersin. C16. Bular kimlar aka? Egalar yo'qlam. Egasi borini qo'yaramiz. Egasi yo'q bo'lsa. Bular hech joyida turmas ekan. Bular kimdan? Sizdanmi? Aylusmi? Aylusmi? Dongfeng, ha? Bu Aylusmasa? Dongfeng. Bu 5 kishilikmi, 7 kishilikmi? 5 kishilik. Ya maşallah. Nihoyatda chiroyli-ku bu. Ha joningdan. Sedenkalar ham atamankalar deydimi? Atamankalar bor ekan. Bu gibridmi, benzinmi? Gibrid aka, bu to'kka qo'ymaysiz. O'zini o'zi zaryadga qilib yuradi-da. O'zini zaryadga qiladi. Toyota motor deydi. Umuman to'kka qo'yilmaydi, ha? Umuman to'kka qo'yilmaydi. Faqat bir bak bilan qancha yuradi? Tok aralash misol sikl bo'lib turib 1000 kilometr yuradimi? 1000 kilometr yuradi. Haliga bir ko'rganimda 2000 kilometr ham yurgan chiqqandimi? Aylusni 2000 kilometr yuradi degan ham chiqqandi. Bu unaqasi emas, ha? Namanganda mashinasi ekan. O'zi ko'taradi Dongfeng. Aylus ekanda, o'sha Aylusda. Firma Aylus. Qarang. Jonivorni chiqib ketdi. Akkumulyatorlar orqada bo'lar ekan-a? Orqada akkumulyator. Benzinda zaryadga qilmaysiz, umuman o'zi zaryadga qilib berib turib, bu yoqda tokda yuraveradi. Narxi necha pul? Narxini 20,5 ming. 20,500 dollar. Qancha yurgan edingiz? Buni yurgani 23 ming. 23 ming yurgan, ha? 20,500 dollar deyapsiz. Baho qilishdimi? Yumshoq bolalar bormi? Yumshoq bolami? Ha, bola o'zi yumshoq bolani chiqadi. O'zi yumshoq bolani chiqadi. Necha pul baho bo'ldi? Baho qilishmadi. Baho qilishmadi. Mo'ljali necha pul? Mo'ljal aka, siz tarafdan kelsa 20 ming qilib beraman. Eng oxiri. Oxiri, magazin narxi. Ha, eng oxiri 20 ming qilib beraman. Sal o'tib bering. 20 ming uchun sotaman. Narsa, mashinasi. 20 ming dollar oxiri deyaptilar. U yog'ini balki misollarga kelishib qolganingizda qo'llarim bilan ushlab turib, ha, 100 so'm 200 so'm balki savdosiga o'tib berishlari mumkin. Bilmaymiz. U yog'ini telefonda o'zingiz gaplashsangiz, bosib o'rsangiz bo'ladi. Nomeringizni ko'taring. 50 lik 50 lik 709 709 33 40. 33 40. Kam bozoringiz bersin. Generalni beramiz, ha? Jetur kimiki? Davron meniki. Siznikimi? X70 plus. X70. Pul qula 70 o'zim bu. Yo'g'a plus emasmi? Adashdingiz. Plus bu. Yo'q, X70 plus X70 bu bunaqa chiqmaydi. Chunki skoroslari rechagilik chiqadi u. Bu haligi nima deydi bunaqa skorost bilmayman-u, lekin u 70 o'zi skoroslari rechagilik chiqadi. Yili nechi bu? Buniki 23. 23. Bu benzin, ha? Ha, benzinda. Yurgani? Yurgani shu Ha, pulti bo'lmasa nima qilmaydi? 27 mi yurgan? Kraskasi top-toza. kraskasi mana oldi kapotda mana. Bolalarning holati yaxshi, ha? 4 ta bolani yangi. Mana mana shu kraska mashina. Mana shu kraska. Udar bo'lmagan, ha? U bilan tushib ketganmi? Orqadan yetib olgan. Qaysi mashinasi bu? O'zimizniki shaharlik. Gen chiqadi. Generallarda hozir egasidan so'rayman, chiqarib. Puli nechi pul? Buni puli 18,5 ming. Nechi pul savdo qilasiz? 18 ming qilib beraman. Oxiri. Siz hali qimmat aytyapsiz-da. 18 ming o'zi bu janavar 16 ming, 17 ming ham ko'rdik bunaqa mashinalarni.
Bundan bir kishi olib mingan shu. Nihoyatda chiroyli jonivorni bosib yuboradigan joyda. O'zim ham to'g'risi gap ish qozman mashinaga. Katta mashinada. Kalaga zo'r holatda $18,000 deyaptilar. U yog'ini plyus-minusini yana aytganimdaqa barakasiga o'tib berasiz, iloji yo'q. Usiz iloji yo'q-da, chunki bu yer salon emas, bu yer bozor. Qo'lingiz ushaganda boshqacha narsa bo'ladi. Nomeringizni bitta takrorlaylik. Nomeringizni bitta takrorlaylik. 50lik 709 3340. Bu Equinox'mi? Equinox. 472 millionligi emas, undan bitta pasti. 2024-yil 12 ming yurgan. Ya maşallah, bu narxi ham qimmat aytasiz. Archa balonlari bor, benzinli holatda 505. Generalni chiqadimi? Generalni xudo olib chiqib beraman. Gaplashib ko'riladi, ha, egasi bilan, to'g'rimi? Kraskasi top-toza. Kraskasi top-toza. Kraskalari top-toza. Jonivor Equinox ham o'sha bosib o'radigan joyda nihoyatda chiroyli mashina. Xudo xolasa, barlari ham katta, haqiqiy katta bo'lgan mashinasi. Bu 5 kishilik, ha? 5 kishilik. Tonirovka ruxsatlari bormi? Tonirovkasi bor. Bor, ruxsati. Puli nechi pul? Buni puli 30,500 ming. $30,500 deyapsiz. Qimmat aytyapsiz-ku. Nechi pul savdo qilishdi buni? Yurgani pastda endi qo'ygan Equinox'ni ham surishtirdim shunaqa. Endi yurgani baribir o'zi banga o'xshagan odam bor-ku. 1 yilda chopib qo'yaman 100 ming kilometr. Nechi pul savdo qilishdi? Yo'q, savdo qilishmadi. Qilishmadi. Mo'ljal nechi pul? Mo'ljallar o'sha 30 ming deysiz yana siz. Ha? Nechi pul? Ayting. 30 mingdan ham oz o'tib beraman. Ya, 25 mingdan ham o'tib bersangiz ham bo'laveradi bunga. U haligi janavar. Ancha lekin baland aytyapsiz, to'g'risi gap. Izohlarda fikringizni qoldiring. Bu mashinalar o'zi nechi pul bo'lyapti ko'chada? Misol bu kishi hozir Aytdim, xudo xolasa. $30,000 deyaptilar oxiri, lekin probegi 12 ming kilometr ekan, 24-yil. Ha, kraskasi top-toza. Benzin holatda bu, ha? Propor nemagan, ha? Nomeringizni takrorlaylik. Endi u yog'ini o'zi klientlar o'zi bilib oladi o'zi. 90 90 nechilik? Yo 50lik 50lik 709 709 3340. 3340. Ukam, bozoringiz bersin. Rahmat aka. Ana shu yerda Dongfeng nima turibdi? Ana shularni ko'ramiz. Alaykum. Tinchmisiz? Aka bizga Kia Carnival kerak bo'lyapti. Ko'rgan joyingiz yo'qmi? Kia Carnivalni aka bosh bozordan chiqqaningizdan keyin katta yo'lga, bu yoq shaharga yurishingizda, ana shu o'ng qo'l chap qo'llarda terib qo'ygan joylari bor. O'sha yerda misollarga asosan bozordan chiqasiz, katta yo'lga o'ngga yurasiz. Ko'prikka yetib bormasdan turib, chap qo'l, o'ng qo'lda terib qo'ygan. O'sha yerda yangi vipskasi ham eski vipskalardan bor. Bozor o'sha yerda. Aka, Dongfeng'sizdanmi? Aka, Dongfeng'sizdanmi? Reklamani qo'yaylikmi? Buni ochaylik buni janavar. Mana ham sizdanmi? Nechinchi yil bu? Keling siz bilan gaplashaylik. Oka telefonda band ekanlar. Nechinchi yil? 2026 restali. Ye, mashalloh. Yangimi bu? 17 ming yurgan. Qoraga oq. Qoraga oq. Sonsiz? Alaykum assalom. Gibrid. Gibrid 2025 yili model 26 restali. Model 26. Texpasport 26 bo'ladimi o'shanda? 25 bo'ladi. Texpasport ham 25, ha? Mashalloh. Bismillah. Sedenalar isiydigan, ha? Isiydi, soviydi, hamma narsasi bor. 6 kishilik. Oxirgi pozitsiyasimi bu? Besprovodnoy zaryadkalari bor, monitorlarni qarang. Ikkitadan luklari bor. Qoraga oq. Max, ha? Max so'raganlar bo'ldi bizda. Telefon qilib, Maxmi dedi, o'tgan hafta qo'ydik. Janavar mana. Aka, Max'ni top qo'ydik siz uchun. Telefon qilsangiz, u yog'ini o'zingiz gaplashaverasiz. Bu gen chiqadimi? Chiqadi, ha? Hop, gen chiqmasa ham bu janavar $300 bilan oforinib bo'ladi. Ha, gibrid. Kraskalar top-toza, ha? Hech qanaqa misol strashniy udarlari yo'q, boshqasi yo'q, hijolati yo'q. Nihoyatda chiroyli bosib o'radi. Ha, janavar oq salonligini endi ko'rishim lekin. Chiroyli turar ekan, ha? Puli nechi pul? Oxiri 29 ga beramiz. Uni deb turaman-da endi. Restaylinga Max ekanda tur, sal kelishtirib bering. Janavar salonda ham misol yangisi ham shunaqa bo'libdi-ku. Bo'lib 29 ga beramiz. 29 ga beramiz.
28 bilan ham telefon qilsa o'zingiz gaplashsangiz bo'lmaydi. Magazin narxi 29 ming. 29 ming dollar oxir deyishyapti. Bilmayman, misollarga u yo'g'ini plyus-minusini o'zingiz gaplashasiz. Qarang, bu 29 mingga bilmayman, salonda hozir necha pul holatda, necha pul turadi salonda? 33 ming, 34 ming turadi. Maşallah. Lekin agar 33 ming, 34 ming turadigan bo'lsa salonda, realni 29 mingga yaxshi. Nomeringizni kiritaylik. Yili bo'yicha 25-26 deydigan narsa bor-ku, 25-yilda ishlab chiqarilgan, 26-yilda texpasport olingan bo'lsa, sizniki emas, texpasport olingan bo'lsa, o'shani 25-26 deydimi? 26-yilda kelgan. 26-yilda kelgan bu. Yo, men ana yerda o'tgan hafta lip motor qo'ydim, C16, 25-26 dedi-da. 2 yilda ishlab chiqarilganmi, umi, bumi degan savol bo'ldi. Uni 25-yilda ishlab chiqarilgan bo'lsa, pasportni, texpasportni 26da olgan bo'lsa, shunaqa bo'ladimi? Yo'q. 26-yilda chiqqan bo'ladi. Texpasportni usuliga qarab bo'ladi. 25 bo'ladi. 25 bo'ladi. Xo'p. Nomeringizni kiritaylik. 97lik 216 67 77. Buchi Dongfeng. 2024 50 ming. Gibrid, ha? 5 litr 6 litr asfalt. Lekin janavar rosa yumshoq mashina deydi. Oti yumshoq, lagan kalpaklari, janavar 101. Gen chiqadimi bu? Bu puli qulayroq bo'lsa kerak. Yo, bismillah, maşallah. Nihoyatda chiroyli, lekin ancha-muncha mashinadan izohlarda fikringiz qoldirsangiz bo'ladi. Yumshoq deyshadi, xudo xolasa, pullari ham ajoyib. Birinchi chiqqan paytda bu mashinalar 30 ming dollardan baland bo'lgan. Chunki men o'zim blogerlik faoliyatimni boshlashimdan oldin rosa ko'p kuzatardim. 7 kishilik panorama tomlari bor, hamma joyi zo'r. Bu sedenalar isiydimi? Sedenalar isiydi, soviydi. Bu zaradkaga qo'yiladi ekan, ha? Zaradkaga qo'yiladi. Polni bak bilan 1000 kilometr, 1100 kilometr yuradi. To'g'rimi? Pulini pul buni. 19900. Maşallah. Mana boshqa narsa bo'ldi mana. To'g'rimi? Zo'r narsa. Lekin mashina ham zo'rda bu. Yumshoq. O'ta yumshoq. O'ta yumshoq deydi, lekin borku rostdan ham 2 yil oldin bile 30 ming dollar. Baho qilishdimi buni? Yo'q. Magazin narxini aytingchi. 19900. Oxiri Ozmoq tushadi. 19 ming bilan telefon qiladi, o'zingiz gaplashasiz. Xo'p deng bir marta. 19 ga bo'lmaydi. 19 mingga bering demayapman. 9 ming bilan telefon qilsa, u yog'ini o'zingiz gaplashasiz deyapman. Ha, yo'q, qo'shib berishim. Qo'shib beradi. Qo'shib berar ekansiz 19 mingga, 19 ming dollar, 19 ming 9 ga beramiz deyapti. 100 so'm 200 so'm o'tib beramiz deyapti, lekin mo'ljallari 19 yarim. To'g'rimi? 19.500 dollarga siz uchun talashib tortishib 2020 50 ming. 2024 50 ming yurgan kraskalar top-toza. Nihoyatda chiroyli, любой proverka rozimiz, ha? 90 97lik 216 67 77. Ekan, bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. Xo'p. Biz tugatdik, ha. Qo'ldan kelgancha Nexia 3, Cobalt, Gentra hammasini qo'ydik. Alloh bildirguncha, Alloh qodir qilganicha inshaalloh. Qarang, inomarkalarni bunisi, Jetur X70lar hammasini qo'ydik. Izohlarda fikringizni qoldiring. Keyingi obzorlarimizda qanaqa mashinalarni olishligimiz yozib ketsangiz, biz o'shanga harakat qilamiz. Yana noto'g'ri tushunmang. Faqat haligi boylarni qatoriga kirib qoldingiz yo boshqa qildingiz deb turib, issiqda, oftobda yurgan paytimizda telefonimiz qizib, ozgina ish ko'rsatyapti. Keyingi bir haftalikgacha o'zingizni ehtiyot qiling. Allohga omonatsiz. Salomat bo'ling.